Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Xudo xolasa mana keyingi Mo'kvesvetdagi ishlarimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa o'rnashga ketyapmiz. Videorolik boshlashdan oldin bitta like tugmasini kutib qolamiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, o'ntarazda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa videolarimizni birinchilardan ko'rib borasizlar. Xudo xolasa inshaalloh. Bunimiz mana lola fasonda bo'lgan. Bunimiz ham Qurtos arkali lola fasonda she'rigi, bu ham bir xilda bo'lgan. Xudo xolasa razmerlar ikki xil bo'lgan. Qalin 18 dan qilingan. 120 ga 240 eshigimiz, mana bunisi esa 120 ga 220 eshigimiz. Namolar ham xudo xolasa hurmat qiladigan qo'llakning ariqlar qo'yib bergan rezinkalar bor, ko'rishingiz mumkin. Tepada, pastda, o'rtasida aynalarni qora gulli solib berganmiz. Bu lola fason mana. Akif eshigimiz mana. Lola fasonda ikki xil, ikkita eshik, ikkita rom. Ikkita eshik, ikkita rom boshqa joyga, ikkita eshikta rom boshqa joyga. Bu lola fason razmer bir xil. Romlarimiz esa mana biri 30 ga, biri 65 ga romlarimiz. Xudo xolasa shaklar har doimgidek butun bo'lgan. Mana o'zida ko'rib borasizlar. Mana ularga joylari yo'q. Aynalarni oqsa berganmiz, yorug' bo'lishiga. Bunimiz kvadratini 700 ming so'mdan qilib berdik. Xudo xolasa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarni pastda qoldiramiz, aloqaga chiqa olasizlar. Bizning manzilimiz Andijon viloyat Buloqo'sh tumanida o'zida. Bundan tashqari mana ranglarimiz ham bor. Mana bu bir xil chiqaradi buni ham. Qanaqa dizaynda, qanaqa eshik nomlar kerak bo'lsa, akfami, plasmassami, yog'ochdami, MDF'danmi aloqaga chiqa olasizlar. Hamma xizmatlar mavjud. Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Vodiy bo'yicha ustunovkalarimiz bor. Uzor joylarga bo'lsa kelishgan holatda o'rnatib beramiz, xudo xolasa. E'tiborlar uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.